Xitoydan tovar olib kelmoqchimisiz, lekin logistika qimmat deb o'ylayapsizmi? Aslida unday emas. Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'zingiz amin bo'lasiz. Sizlarga real narxda ko'rsatib berish uchun O'zbekistondagi eng ishonchli logistika kompaniyalaridan biri Beton Logistics misolida ko'rib chiqamiz. Bu kompaniya faqat ulgurji tashib berish bilan ishlaydi. Narxlar bilan tanishing. Yuk mashinasi, ya'ni avtofuralar ikki xil segmentga bo'linadi. Birinchisi sig'imi 95 kub metrgacha, uzunligi 13 metr bo'lgan furalar. Bu furalarda yuk olib kelish $7,000 dan $8,000gacha. Ikkinchisi esa sig'imi 120 kub metrgacha, uzunligi 17 metr bo'lgan furalar. Bu furalarda yuk olib kelish esa $7,500 dan $9,000gacha bo'ladi. Temir yo'l orqali olib kelmoqchi bo'lsangiz, 40 futlik konteynerlarda $5,000 dan $6,500gacha miqdorda yetkazib berish komissiyasi to'laysiz. Aviasamolyotlar orqali olib kelmoqchi bo'lsangiz, har kilogrammiga o'rtacha $5 dan to'g'ri keladi. Menimcha bu narxlar shuncha yaratilgan xizmatlarimiz va qulayliklarimizga nisbatan ancha past narxda. Agar siz ham shunday hayratlanarli narxlarda yuk olib keltirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Sizlarga xodimlarimiz bepul konsultatsiya berishadi.